muhojiratdagi Sharqi Turkiston va Uyg'ur tashkilotlari 2014-yil 28-iyul yuz bergan yakan elishqi qirg'inchiligining 10 yillik munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Bayonotlarda begunoh qirg'in qilingan Uyg'ur xalqi xotirlanish bilan birga navbatda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning ta'xirsizligi ta'kidlandi. Sirtqi dunyoga oshkorlangan ma'lumotlardan qaraganda 2014-yil 7-oyning 28-kuni, ya'ni Ramazonning oxirgi kunlaridan birida Elishqi yesidagi ayollar bir uyga yig'ilib tunak kechasi o'tkazgan. Voqeadan xabar topgan yezidagi kadrlar va Xitoy qurolli soqchilari uyga bostirib kirib, ayollarni o'qqa tutgan va tutqun qilgan. O'lgüchilarning erlari va oila tavobatlari jasadlarni ko'tarib soqchixonaga berib, soqchilardan bu vaqtda javob berishni talab qilganda soqchilar ularga o'q chiqargan. Natijada yurt xalqi qo'zg'alib norozilik namoyish qilganda, Xitoy hukumatı bu namoyishning kengayib ketishidan ansirab, soqchi va armiyani ishga solib qonliq bostirgan. Türmedeki şair Ferhat Tursun'un 15 parça şiiri bilen Şivsiyadaki şair Abdüşkür Muhammed'in şiirlerinden tüzülgen Mening ismim ve Qara ot namlıq şiirler toplamı yakında Şivit tilde neşir kılıngan. Bunundan başka şair Abdüşkür Muhammed'in İçimdeki Men namlıq şiirler toplamı yakında Azerbaycan'da neşir kılıngan. Şair Abdüşkür Muhammed Efendi 2024-yılının öz üçün mol usulluk bir yıl boğallıqını bildirdi. O mundaq dedi. 2024-yil 4-oyning 27-kuni Shvetsiya qalamkashlar jamiyati bilan Uyg'ur tashkilotlari birlikda Uyg'ur madaniyat kuni nomida faoliyat o'tkazgan edik. Shu faoliyatda Shvetsiyadagi Narin nashriyoti tarafidan nashr qilingan Mening ismim va Qora ot nomli shvets she'rlar to'plami tarqatildi. Bu she'rlar to'plamiga mening 40 parcha she'rim bilan Ferhat Tursunning 15 parcha she'ri kirgizildi. Yakshanba kuni Xitoyning poytaxti Beijingda 5 kunlik rasmiy ziyoratda bo'lgan Italiya bosh ministri Giorgia Meloni Italiya bilan Xitoyning ilgirki kelishimlarini yo'lga qo'yish va yangi hamkorlik shaklini yo'lga qo'yish uchun 3 yillik harakat planiga imzo qo'yganligini e'lon qildi. Meloni Xitoyning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan savdo ixtilofi andishlar davomlashayotgan bir sharoitda Xitoyning mashin yasash va boshqa sohalarga mablag' solishga bo'lgan qiziqish sababidan Xitoy bilan bo'lgan munosabatni asliga keltirmoqchi bo'layotdi. Uning 5 kunlik ziyarati Italiya Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusidan chekinib, bir necha oydan keyin olib berildi. Sharq Osiyo va Tinch okeanda bir mezgildan buyon kuchini ko'rsatayotgan tayfun bo'roni ajallik ahvollarni keltirib chiqardi. Xitoyning o'ttir qismida bo'ron sababli yuz bergan tog' ko'mirilib tushish sababidan 15 odam qazo qildi. Xitoyda uda bir necha kun yoqqan qattiq yomg'ir sababidan sharqi janubidagi Xinyang shahrida tog' ko'mirilib tushgan bo'lib, uylar ming'ilgan kub metr tuproq ostida ko'milib qolgan. Bu hodisada o'lganlarning soni 15 ga yetgan. Türkiye Hamkorlik ve Moslashtirish organi TK bilan Liviya Tashqi ishlar ministrligi o'rtasida taraqqiyot hamkorlik tushunish eslatmasi imzolandi. Liviyaning muavin tashqi ishlar ministri Zaydan imzo qo'yish murosimidan keyingi bayonotida Türkiye Hamkorlik ve Moslashtirish organi amaldorlarining Liviya ziyoratidan sharaf his qilganligini aytdi. Shanba kuni kechda Isroiliya ishg'ol qilgan Golan egizligidagi Droze bozori Majidil Shams shahrida raketomyot hujum yuz berib, 12 odam qazo qildi. Voqeadan keyin Isroiliya tashqi ishlar ministri Yisrail Katz Hizbullahning barliq qizil siziqlarni besib o'tganligini o'ttirg'a qo'ydi. Katz Isroiliya qonuniga bergan bayonotida Hizbullah bilan bo'lgan urush eshikning oldida dedi. Yana bir tarafdan Isroiliya armiyasining 2023-yil 10-oyning 7-kunidan boshlab G'azza rayonida olib borgan hujumlarda hayotidan ayrilganlar yaqinqi 24 soat ichida 66 odam ko'payib 39324 ga yetdi.